Bu kaboblarning hidiga butun mahalla uyingizga yugurib chiqadi. Bugun sizlar bilan tovuq qanotlaridan sirli marinad bilan kabob tayyorlaymiz. Tovuq qanotlarini yaxshilab yuvamiz va o'rtasidan ikkiga bo'lib olamiz. Marinad uchun tuz va ziravorlar, qatiq yoki mayonez, o'simlik yog'i, bir dona chesnok va limon sharbatini siqib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan marinovkamizni 2 soatga muzlatishga qo'yamiz va ungacha ko'mirlarimizni tayyorlab olamiz. Tovuq qanotlari tayyor, endi bemalol siqlab pishirsak bo'ladi. Kaboblarni har 2-3 daqiqada tez-tez aylantirib, 12-13 daqiqa davomida qizartirib pishiramiz. Bir haftada bir marta oilangiz uchun vaqt ajratib, o'z qo'lingiz bilan shunaqa kaboblar tayyorlab bersangiz, hamma xursand bo'ladi. Ijodimizni qo'llab-quvvatlab, bitta like bosib, o'z fikringizni izohlarda qoldirsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring yoki tayyorlab berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga yoqimli ishtaha, e'tiboringiz uchun rahmat.